Shilliq qavatda sizni homilador bo'lish uchun juda ham muhim. Chunki siz har kuni homilador bo'la olmaysiz. Homilador bo'lishingiz uchun sizda yaxshi ovulyatsiya bo'lishi kerak, spermatozoidlar aktiv, harakatchan, tirik, sog'lom bo'lishi kerak va muhimi bachadon shilliq qavatda yaxshi ajralma ishlab chiqarish kerak, yaxshi ishlashi kerak, unumdor bo'lishi kerak. Bilasizlar, ovulyatsiya bo'lganda o'sha tuxum hujayra faqat 24 soat yashaydi. Mana shu 24 soat ichida spermatozoid bilan uchrashmasa homiladorlik kuzatilmaydi. Tabiiyki siz homilador bo'la olmaysiz. Ovulyatsiya kuzatilsa, lekin tuxum hujayra spermatozoid bilan uchrashmasa, homiladorlik kuzatilmaydi. Buni asosiy sabablaridan biri o'sha qindagi kislota ishg'oliy muhitini pasayishi. Spermatozoidlarga juda ham katta ta'sir ko'rsatadi va buni natijasida spermatozoidlar bir necha minutdan bir necha soat ichida hammasi nobud bo'lishi mumkin. Bachadon shilliq qavati yaxshi ko'p ajralmalar ishlab chiqarsa, bu o'sha qindagi muhit o'zgarib, spermatozoidlarga yaxshi muhit yaratilib, spermatozoidlarning uzoq yashashiga va tuxum hujayra bilan uchrashishiga yordam beradi. Har doim ovulyatsiya vaqtida qindagi ajralmalarga katta e'tibor berish kerak. Homilador bo'lishingiz uchun sizda yaxshi ovulyatsiya bo'lishi kerak. Bachadon shilliq qavati yaxshi ishlash kerak, yaxshi ko'p ajralma ishlab chiqarish kerak. Shunda siz tez homilador bo'lasiz.